millatning erkinlik sadosi, yorlangan yuraklarning nidosi, bo'g'ilgan ovozlarning sirdishi, da'vogarlarning simosi, izdinish munbiri, siz ve mening ovozimiz Sharqiy Turkiston ovozi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Anglayotganinglar Sharq Turkiston ovozi Tor radiosuning xabar va mulohaza programmasi. Aziz qarindoshlar, bugungi programmamizda aldı bilan Uyg'urlarning ma'naviy onasi va lideri Rabiya Qodir xonimning dunyoning har qaysi joylaridagi muhojiratga Uyg'urlar qilgan chaqiriqini anlatamiz. Mana bugün lagerini tartış için Amerika'daki Salih degan 25 yaşlık bir bala yaşlar birleşip Amerika yaşları. Amerika Kongresi'nin aldıda Amerika senatörünün ötüdüğün yeriga 2 aylık namayış uyuşturuptu. Namayışının mezmunu Uygurlarını ölümden kurtulduruş, lagerini taktiş için Amerika hükümeti kanun makullaş Uygurlar için. Bu namayış uzun müddetlik namayış iken, 2 ay açık iken, her günü yaşlar nöbet bilen, eğer kanunu makullansa, yanı vakitini uzatır iken. Bu en noktalık biz kütken, lagerini takit alaydıgan tedbirinin biri. Amerika hükümeti emez, yalnız Amerika hükümeti emez, dünyanın hem yerdeki parlamentler. Bu şu Amerika hükümeti bilen ten, hem yerde sizler açıksanlar, okşaş, aşında uzun müddetlik açıklık itibarsanlar, ahir parlamentler kanun makullamay taraf duranmaydı. Uygur'a bütün dünya ilgi çıkıdı, bütün dünyanı biz kozgaymiz, bütün dünya hükümetini, parlamentini kozgıga vaxtıda siyasi olan muhbarlar biz kozguladı. Halk, şu kanun makullansa bizden işimiz bulmaydı, dünyanın işi buladı. Bu iş, şu balığı 5 vakit namaz okuyurken, 30 gün Ramazan'ın saat tutulgan balı iken, mana bu iş şu Ramazan'ın hasiyeti bilen başlandı. Aziz qarindoshlar, tövende radio muxbirimizning bir qism jangovar yoshlar bilan ilib borgan suhbatini huzuringizga sunamiz. Bugun navbatdagi mush davosetimizda nayati jonliq faoliyatlar ilib berayotgan aktivlarimizdan Gollandiyadan Abdusalom G'ani, Elshad Islom, Amerikadan Salih Xudoyor, Bilal İbrahim Türkistani qatorli qarindoshlarimizni suhbatga taklif qildik. Assalomu alaykum qarindoshlarim. Oldi bilan Brukseldagi namoyish to'g'risida bir savol so'ramoqchiman. Yaqinda shu davosetimizda biz nurg'un namoyishlarni ko'rdik, ammo buning ichida eng jonliq, eng haybatli, eng dog'dug'liq bo'lgan namoyish Brukselda o'tkazildi. Buningda bizning Uyg'urlarimizga eng chong ta'sir qilgan bir narsa, mening his qilishimda, shu Gollandiyadagi yoshlarniki harbiy forumni kiyib, vatanimizning yo'g'on ko'k ayol tuzliq bayrog'ini ko'tarib, mangan haybatli ko'rinishi bizning Uyg'urlar orasida ajoyib chong ta'sir qo'zg'adi. Ham bir xil umid bergandek ahvol bor hozir. Mushu haqda men avval Gollandiyadagi qarindoshlarimizdan bir narsa savol so'ramoqchiman. Abdusalom qarindoshimiz, sizdan so'raydiganim, mushu ahvol qanday bo'lib xayolingizga keldi? Ya'ni qanday qilib mushtaq harbiycha forum kiyib chiqish plan qildinglar? Nima sababdan ashaq bo'ldi? Mushu haqda ozroq ushur beramsiz bizga?
Bo'ladi. Bizning endi Gollandiyada bu chatga chiqqan Uyg'urlar ko'proq o'rlashgan yoshlarchiroq ya. Shunga bu Xitoyning yaqindan bu yanqi bu zulmining ishi tufayli bizning tashkillanishimizmi birga kelishimizmi va buningga qarata bergan inkosmi qattiqroq bo'ldi bolalarning. Yoshlar doim birga yig'ilib turamiz. Shu yig'ilishlarda bu namoyish qanday chiqimiz degan bir o'ltirishlar, yig'ilishlar bo'ldi. Shu mazmunda so'zlashganda bu yoshlardan kelgan fikr ko'pchilikniki kallasida shunda bir form kiyib chiqsak, bir jangovarlikni ifodalasak, yana birsiga endi bu deyilayotgan gaplar endi biz bu vatanni ozod qilmasak bo'lmaydi deydigan odam yiqiyotidi. Yoshlarimi bu aksini topdi bu gap. Endi ozod qilmasak qanday ozod bo'ladi? Endi yig'lab namoyish qilib qilgan ozod bo'lmaydi. Cho'qim qon to'kib bu vatanni bilish kerak deydigan bir narsa bor. U degan shu jangi form kiyib chiqilgan ish deganda bir narsa bor. Oq ko'rinishda insonning qallasida oq mingisda shunda bir narsa, shu form kiysak. Degan narsa oldu. Endi formini rasmiy pagollarni taqab turib kiyaylik degan bolalar bo'ldi. Bunda fikrlar bo'ldi. Biz endi bu namoyish bo'lganligi bu namoyishning bir xil forma kiygan shakli. Bir faoliyatin bir xil shakli olsun bu. Bir formami jonlansin. Bizdami shunda bir jangovarlik bor. Deydigan bir narsa chiqsin degan narsa kallamizda o'tdi. Shuningdan unda olsa shunda bir xarakter bir forma kiygan shaklda chiqaydi deb shu plan bilan shunday qildik endi. Sizga javob shu. Rahmat. Elchad Islom qarindoshimiz, uningdan burun, shu cho'ng namoyishdan burun Turkiyada shu Xitoydagi askarlarni yo'qlash faoliyati bo'lgan. Mening bilishimda Uyg'urlar orasida tunji qitim shu faoliyatda, Xitoyga bo'lgan faoliyatda Uyg'ur yigitlari mushtaq harbiy formlarni kiyib olgandi. Sizcha shu ishning ozroq ta'sir bo'ldimi? Ya'ni Gollandiyada mushtaq harbiy form kiyib chiqishinglarga? Albatta, o ta'sir gapning boshini so'zlab etsaq, biz o planni o Turkiyada bo'lgan namoyishdan burun plan qilib qo'ygan. Biz o shu namoyishniki namoyish forma deb chaqiramiz. Biz uni askar formasi emas, ammo lekin boshqa qarindoshlarimiz askar forma deb chaqirgan bo'ldi, lekin biz o'zimiz uni bir namoyishning forma deb chaqiramiz. Shuna planladik. Hem demek oğlum bu formunu Türkiye'nin zakaz kılıp ekledik. O Türkiye'nin namoyishdan burun başlap bo'lgan bir harakat bo'lsinki, aşağıda qarindoshimizdan yardım so'rab biz Xitoyga o yeni qarindoshimiz anlab bu yaxshi planki biz mushtaq qilsak bo'lg'idek deb Turkiyada lekin ayrı namoyish bo'ldi boshqashqa u yerda ashtaq shakil chiqib bo'ldi. Biz ham bu yerda Yevropaning qonunlarida bu asker kişi o bu ki elbette çeklendi hem namoyishda shu qaylan dedi. Biz boysumuzda olmaydı. Şunun asker kiyimini giymey normal bir kiyimin üstüge asker kiyim okşap kalıdığan. Lekin aldı keyinigi başka free Uygur'da bir izilgan aldığa bayrağını bastırıp kıldık. Şu o yerin baldı boğan. O yerinki tesirden emez. Onlardan baldı. O yerin qarindoshimizdan baldı planı qilib boğan narsa bu. Yaxshi. Endi biz dastlab o faoliyatni Turkiyada ko'rib, ondan keyin bu Brükseldagi namoyishda buni ko'rgachga balkim sizlarni shuningdan ilhom olgan bo'lishi mumkin deb tushunganlar oz emas mencha. To'g'ri. Biz buni sal maxfiyroq hisoblashni davran sanmay qildik-ku buni. Shunga chiqlarimizni bildirmay qolgan. Endi Amerikadagi do'stlarimizdan so'rasak, Salih Xudoyor. Sizcha shu yigitlarimizniki ashtaq formlarni kiyib chiqishi bir ijobiy ta'sir bo'ldimi? Qanday ta'sir bo'ldi sizcha? Hamda buniki menimcha yaxshi ta'sir bo'ldi. Shaxsan bizning shu ayimiz
hammamiz bu millatning askari bo'lish g'oyamiz bor. Hammamiz shu oxirgi g'oyamiz shu vatanimizga qurol tutib, Xitoyni qo'g'lab chiqish g'oyamiz bor. Yetimish shu qaytadan davlatimizni qaytadan qurish, tiklash, Turkiston Cumhuriyetini qaytadan asr keltirish. Bunun için bu forumning kiyinishi bu millatniki birlikini ko'rsatdi. Millatniki birlikini, anandaki jangovarlikni ko'rsatdi. Resmi jangga tayyor biz. Buni ham xalqarodagi davlatlarga, ham dushmanimizga, ham millatimizga tunutdi. Xalqarodan qarasak, masalan, Uyg'urlarga yordam beradigan davlatlarga u bir signal. Bizlerden birimiz deydiğen devletler ya ki Xitay'ın düşmanını bildiğen devletlerge o bir signal. Kara bizimki gayemizmiş o. Biz teyyar, sen bizge yardım berişinga, biz teyyar, eğer Xitay'ın yoktuman insan bizni izler. Bu zamana formunu kiyip çıkımız, devletimizin kayıtının kuruşka, Xitay'ı can kılışka teyyar biz, dap signal verdik. İkincisi, bu Xitay'ga, sen bizni yoktanmaysa, kara bizim birleşvatımız bana. Aman bir kere yakında seni bağımımız birleşip, kural tutup, vatanını kirip, seni yoktumuz. Silvağın sipilanın aksız sep koymayız, seni kayıtı aşağıya nimkip koymayız, korkap, ecdadımızdan korkap, silvağın sipilanın aksız sep koymayız seni, dap signal veriyoruz. İkincisi, milletimizge, bütün emniyet milletimizge, bizdeki gayemizmiş o, biz milletteki evlatları buluştu bilen, milletten askeri buluştu bilen biz birleşip şu kural getirip vatanımızı azad kılışık teyya biz, ey halkım, oygan dep bir signal verdik. Bu başında da oyladım ben hem de şahsen. Rahmet. Bilal İbrahim Türkistan efendimiz. Sizge qanday ta'sir qildi bu ish? Avvalan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Men bu namoyishni shu 27-27 Brüssel'de ötülürken bu namoyishni ertegende Bamdat namazdan keyin ko'rib men bek hayajonlandim. Birinchisi men qattiq yig'lab ketdim. Onun için müşterilerimga men Allohdan so'rab duo qildim. Chunki bizningki eng oxirgi nishonimiz, eng oxirgi g'oyamiz shu ashunda bo'lishdi. Hem de Gollandiyadaki bizning şu yaşlarımız hem kim teşkil edildi hem de şu hazır müşakkatlar var şu tanıştığımız bulamı. Şuranın üstünde bak. Aşı ballarını hep çıkıp dönmüşten bir iş olmaganlı bir 30-40 balını. Hemimiz okşaş giyingen. Başları da şu Şarkı Türkistan'ınki devlet bayrağımızı belge kılan forumları var. Zaman retlik. Çoğarlarımız şunda canlıq başkaları qaraganda. Bunu görüp şahsen ben bek hayajonlandim bundan keyin bizningki biz qilmoqchi bo'lgan biz g'oyalarimizningki hamda bundan keyin Alloh xolisa bir ro'yobga chiqadiganligini men his qildim. Bir azroq xalqimizga, undan keyin o'zimizga yana biz birlashib bu ishni qila olay ekanmiz degan umidni berdi bu vallah. Bu birinchi. Chunki shunda bir umidni biz bera olay ekanmiz boshqa qarindoshlarimizga, atrofimizga, xalqimizga, do'stlarimizga shunda Xitoyni yo'qtiman, Xitoyni vatanimdan qo'g'lab chiqarib, nereden kelgan bir şey ketkizitman. Tupurg'imni buning hokimiyatidan tatib olaman degan insonlarga bir umid beradigan bir ish bu. Ondan keyin bu qarindoshlarimiz nayt jangovar hamda shu namoyishninki ichidami ko'rdik videolarni. Shu arlarimi nayt jangovar, ondan keyin bu qarindoshimiz hammasi asosan arabcha kiyinib o'xshash. Bunu görüp hem de şahsen ben bu yaman qattiq suyundim. Bunun için nurgun bizninki şu Facebook batlarımızga bular nurgun yaxshi tilak so'zlarimiz keldi. Bizga xatlar keldi mesela bunu gördük. Bu bir hamda nima deganda hamda bizning xalqimizninki aman birlashib uyg'un olaydiganligidan derak berdi. Undan keyin bu ishninki cho'qim vaqt kelganda Xitoyni yo'qotishga iborat bu narsaninki hamini bo'ladiganligidan derak berdi. Men shunday deb qarayman inshaalloh. İnşallah. Rahmet. Yakın ayağı dikkat kıvatımız qeyrinçimiz Salih Xudayar Amerika'da nayet canlıq faaliyetlerini hep beri vatıdı. Mesela Amerika kongresleri bilen görüşüş, bir kısım devletlerinin ki
konsulxonaları, elçixonaları bilan görüşüş degandek. Mush faoliyatlarni Facebook'dan ancha bilgan bo'ldik. Salih Xudoyor qarindoshimizning o'z og'zidan anglasak. Hamda qarasak, hamda biz qarab o'tsak, hech kim bizga yordam bermaydi. O yordamni o'zimiz izlasak bo'lmaydi. Uning ishini chekmasak, u bizni kelib ishimizni chekmaydi. Sana yordam beraydi deb. Shuning uchun hamda bu Amerikada hamda Washington atrofida bo'lgandan keyin shu butun hamma davlatlarniki nimalar bor Amerikaga umuman shu g'arb dunyosiniki 5 hamda demokratik o'r dunyosiniki lideri bo'lgandan keyin bu chuqur yordam qiladi. Xitoy bilan munosabati kundan kun buzilayotgandan keyin buningda bu fursatdan foyda toplasak bo'lmaydi deb shu mobil qarindoshim bilan ishlamiz. Shu vazifani üstümüz aldık. Hiç kim davranışmayışını demey. Özümüz Müslüman kılıp namayışının ki orunlaştırışını şikayetlik ruhsat aldık namayış kılıştan. Şu Amerika parlamentinin aldıdan. Günde namayış kılışta şikayetlik ruhsat aldık. Hem de şahsen emmeden şikayet turduğun nimsi yok ama şikayetimiz ya da günde turumuz. Ta bizdeki Şarkı Türkistan ve Uygurlar hakkında bir karar çıkarırsa. Bu fikirni şu bir neçe devletninki alışkanlarına baksam bular kurashib shu bilan kurashsam Uyg'urlar nima qilsak biz qanday qilsak sizlarning yordamingni ola olamiz. Biz qanday qilsak sizlar bizga yordam berasizlar deb savol qo'ysam bular bizni bir neçe devletlarda biz sizlardan aslan umidni uzib bo'lgan to'g'ri. Chunki sizlarninki mavjud reislerin, rahbarların, teşkilatların olan neçiketin nimbergen toğ, nimo talepler ve fikirler almıştığın toğulara, fikir nimsigan talep ve nasihat kaygan toğ, manda kıysan, Uygur'un iş manda onşulu doğu, datnem kıysak, köpünçilleri anlamay, yani şu yüzünün diyenini kılayverip bazıları sizin şu ticaret aylandırı ağırlı bahçen yüzünün şahsi ticaretiyle hep aşında yapını kıldı. Ulu dedi, sen bizge hem de sen dışında Amerika parlamentinin ikincisinden manda namayış kılarsan bulumu onu kubul kılıdı. Şunu bilen köreş, muşunu bilen köreşe baş parlament azaları bilen köreşe sizler Uygur'un hikmetçisine hazır oturup koysanlar Allah'ımı anlaydı. Bir iş motivetlikle qanday qarar chiqargan bo'lsa, sizlar shunda qarar chiqara olasizlar. Buning ishonchimiz bor. Ammo buni harakat qilmasanglar, o'zingni berib, lobby qilmasanglar, lobby deydi, oldiga berib, berib, chekib dadani anlatmasanglar, hech kim dadani anlamaydi dedi. Onun fikrini deb, shuni qilsanglar, harakatini qarta, agar haqiqatan bir harakatni qilsa, sizlar bilan aloqalashamiz. Onun için sizlerge yardım yollarını qanday qilishni şunun için söz qilamiz, şunun için yardım qilamiz, yapnim qildi. Onun için şu biz şu Amerika parlamentiniki şu insan hakları komitesi'deki parlament a'zolarini tepib, shuniki ishlarni joriy qilib, bir 3 varaq bugünkü Şarkı Türkistan'ı tunutib ve bugünkü milletimizin ahvalini tunutgan ish to'g'riliq anlattık. Onun için taşkı işler komitedeki adamların bilen benim kıldık. Onun için Uygurlar yardım kılavatkan Uygur'un dağdını onda tümkümen dağıtkan bir parlament azası var. Bir işte Senator Marco Rubio. Onun için berep dedi, ben yalnız bunu parlamentka üzem yalnız tutanmayım. Ben işte başka parlamentasyonu kabul yeni mutabıkken bu Uygurluğun meselesi doğruluk bir iş kılmasak bulmaydı deb. Ama sizler Amerika'da kançı Uygur var dedim. Ben kem degende 10-15 bin var, 10 bin var, yamanca olsa 15 bin var dedim. Şu Uygurlarga sen ne Amerika'nın 30 stat, ne 50 stat'nın 30 Uygur bolsa, aşılı bizge şu üzününki ştatnınki şu milletvekilleriga, parlament a'zolariga Fetyasın, meni kitaplarımda manda kılıvatı, anda kılıvatı yardım qil deb yazgandan keyin, ondan keyin hamma odamniki bir nimka kelgandan keyin qo'limizga oldimizga bir
o'xshash deb kelgandan keyin buni majburlaydi besim bo'ladilarmi undan keyin bir parlamentning ichida so'z ochamiz so'z qo'ygandan keyin so'z qo'ygandan keyin majburiy hamda boshqa doim bir ish qo'ygandan keyin u masalani qanday hal qilamiz deb uning qarta qaror chiqarilgan ish bo'ladi buning bir vaqt ketishi mumkin sen agar nima qilasan o'shaga bir adamlarni yig'ib parlament oldida bir namoyish qilib qo'ysang ham bizga nima chiqibsizlarni boshqalar nima qiladi bu yerda nima bo'ladi parlamentning a'zosiga medialigimi dadamga tunildi u chog'da bizga cho'ngroq besim bo'ladi buni hal qilish uchun deb shunda fikr berganda shuni fikrini nima qilib biz ruxsatga iltimos qildik Allohga shukr ruxsatni shikaylik ruxsatni bir vaqt ilib oldik shu niyatimiz shu xalqimizni bir yoqqa ko'rsatsak hammadan bizniki yozsa men bu kundan kun har kuni Washingtonda aşağıda bo'laman undan keyin yana parlamentning a'zolari hammasi bilan ko'rishib chiqib hammasining ishxonalariga kirib dadimizni anlatib bir 10-15 minut bo'lsa dadimizni anlatib bir Uyg'urlar uchun bir yo'l izlayman deb bu yo'lni qildik inshaalloh sizga yaxshi kunlarni keladi deb umid qilaman. Bu ishni shu Bilal qarindoshimiz chiqqanlar qo'tamsizlar asosligi. Asosligi shu ikkimiz boshqa qarindoshlarimizni hozir nima qilmadik hamda men shaxsan ma tarafdagi Washington tarafdagi taxabi 7-8 ay bo'ldi Turkiyaga kelib boshqa deyman Amerikaga. Endi shu mishada shu Uyg'urlar masalasini nima qilsak mishada yaqinroq bo'lmasak bo'lmaydi ekan. Unda da Bilal qarindoshim sizdan so'raydiganim bundaq faoliyatlarni ilgirkilarmi qilgan, endi sizlarmi o'z oldinglar ayrim qilibsizlar. Sizning bu ishdan umidingiz, ishonchingiz bormi? Yana bir natija chiqadi deydigan. İnşallah buningda bizning ishonchimiz va umidimiz bor, chunki burun qilganlar bo'lsa, masalan 30-yillarga bundan qilganlar bu nurg'un ishlarga masalan sal qarab buningga tuzuk bir chiqarmadi. Buni ham aniq demisak bo'lmaydi. Masalan avtonomchilar, yana bir masala demokrasiya, human rights degan alam so'zlar kunimga qarab o'qildi. Undan keyin Uyg'urga nisbatan Uyg'urniki bir parlamentda ovoz yo'q, parlamentda Uyg'urga bir qonun degan narsani chiqarmadi Amerikada hozir qadar. Amerikada. Siyosatniki markaziy bo'lgan bir o'rinda. Hatto odatda shu Tibetni masalan hech qachon bular Shizang demaydi. Tibet deb ismini ataydi inglizcha, Tibet deb. Ularninki parlament ovozi bor, ularning qonunlari bor. Bular yana qonunlarni bir ayning oldirib yana bir tash qonunni kirgizdi. Tibetlarninkini aytdi. Shunda bo'lgandan keyin nemishqa bizningki bu boshqa qilgan mishada uzun turgan siyosatni senda yaxshi bilmas. Biz da'vo qilib 30 yil bo'ldi, sen bilmaysan, biz bilganni da'vo qilgan nemish qilishdim. Shuni qilmagandan keyin unda biz bularga o'xshash ish qilmaymiz, boshqa bir ish tutayli. Bu ishda biz hamda ikki odam bo'lsakmi, qilarganimiz qilayli, hamda bu qilmagandan Allohni bizni so'ramaydi, ammo biz qilarganimiz kuchimiz yetganicha biz qilaylikmi shuni deb ishlarimizni tashlab, amanatimizni tashlab bir ayning oyoqi bizni ishni qilmadik. Yenimizda barning amanini chiqarib, o'zimiz mashinamizga moy qo'yib, yana birini qilib, ajda qilib divan o'tkazsakmi, ashni qilaylik biz har bir mishadagi Washington DC'dagi konsullarning ishiga chekib kirib, atraylik milliy kimliğimizniki, bayroqlarimizni ko'tarib, iznaklarimizni taqib, yozgan narsamizni ko'tarib, ma'noga bir ko'rib qo'yinglar, ma'noga bir bizga bir qanday yordam qila olasizlar. Biz shunday bir ezilgan bir millatimizga yordam qilinglar. Parangiz qilishayli. Bu deb ularga biz yalurib, har bir konsulning ishiga chekib, kongressmenlarning ishiga chekib, parlamentning ishiga chekib taqiyotimiz endi. Allah qalasa buningga bu bir xayrlik ish ham buning bir natija chiqadi deb umidda ketib boramiz endi. İnşallah. Gollandiyadagi do'stlarimizdan so'rasam, Elshad. Gollandiyada bu shunday faoliyatlar bo'layotgandi. Agar bo'layotgan bo'lsa, natija qanday bo'ladi? Agar bo'lmayotgan bo'lsa, sizlarda bu shunday bir planlar bormi masalan? Birinchi bo'lib Gollandiyada yoshlar biz cho'ng bir planni qilmadik. Bizim faqatlam birlam niyetimiz var şu Uygurlarga ne qaysiyetin bo'lsa, yordam bo'lsa, birlik, namoyish bulandı, ne yordam lazım bo'lsa biz şeyde bulunuz. Uygur milletimiz paylık bir narsa yer bo'lsa deb
Albatta, nima bizim bir nishonimiz birlik hozir. Çünkü Xitoy bizim o'ylaymiz, Xitoyning maqsadi Uyg'urlarni chizitish, bir-biriga dushman qilish bo'lgan ekan. Biz shuni qo'g'dab qilishimiz kerak. Amal bor, shu boshdan yoshlardan boshlab o'xshamaydigan faoliyatlarni yig'ilishni qilib turaylik. Gollandiya namoyish bo'lamdi, namoyishlarni qanday shaklni bo'lmasa yordam qila olamiz, yoshlarni yig'ib qilishimiz kerak deb qo'yamiz. Boshqa plan qo'limizga kelsa asosda tirishyapmiz. Lekin birinchi planımız müşahede bütün Uygurlar bilan amal bor, cho'ng kichik, ayol hammadan shu inoq ittifoq o'tishni tilaymiz, ashunga tirishyapmiz. Chunki inoq ittifoq o'tsak, har qanday ishni qilmasak, oson bo'ladi deb o'ylaymiz. Rahmat. Abdusalom kardeşimiz yukarıda anladığınız Amerika'daki dostlarımızdaki degenlerini Elçat dostumuz deydi, aldı bilen şu inaklıkını, ittifaklıkını işgal açırışkı tirişatınız deydi. Siz koşulamsınız. Bunlardan başka bir planı olan bağ mı? Kollan deydi. Aldı bilen Allah razı olsun kıyımdaşlarımızdan Bilal kıyımdaşımız ve Salih kıyımdaşımızdan aşını köprek kerip kılınmagan işler bakiyen biz kılayla egen deb chiqqanligidan uning bosh gap ketmaydi. Alloh hamma odamga shunda nim berilgan, uni tarbiyalab yetishtirolmaydigan narsalar bo'ladi ekan insonda, u shunda keladi ekan. Hammamizning maqsadi bir, uni demak bilishimiz, hamma odam bir bo'lsa yaxshi bo'lsa deymiz. Bizniki bu yerliklar mana shunda yani bir narsani kimligimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bisharbi deyilib ketishunda demakchi uni. Bizning bu gullanishimiz, avaymanmi dedim, bizning Xitoyning yaqindagi besimining kuchayganligi tufaylidan bizda bu gullanish bo'ldi endi bizning da'voda-chu. Asli bu bo'lmay turibmi bo'lishi kerakdi bu. Bizningki bu, chunki bu vatan qo'ldan ketgan bir ish va bizning bu shuni mushkul qilyapmizda, uning nimasiga endi yetyapmiz. Demek bu iş uzun hem de bu. İş uzun. Yani birisiga ayada bir gap o'tib ketdi. Men ikki ish var dedim endi bu. Salih qarindoshlarımızdan boshlagan ishida birisida berib yordam so'raganda ular nima gapni his qo'ydi. Bu burunqilarning ba'zilarida qilayotgan bilan ular tijorat aylantiryapti de. Bu bir cho'ng tema. Uni bir ağırıp qo'ysak, yana birisiga biz yordam beramiz debdi. Yordamni qanday olamiz deganga bir kuchash kerak, yana birisi onimi qalbini taqib qilmas kerak. Tijoratga aylantirib olganda bo'lsa, agar rost bo'lsa shu gap. Chog'da bu nima bir ishlaydigan tema uni. Bu tijoratga aylantirib olgan narsa emas chunki. Ham ularning dabug'ini bilan rost bo'lib qolgan ish emas. Agar rost bo'lib qolsa, haqiqatan cho'ng bir tema bo'ladi. U shunga ikki bir muhim masala bor bu yerda. U kuch talab qilgan ishlardir bu. Bo'libmi tijoratga aylantirib olgan bo'lsa, ularga tijoratga aylantirmoq degan to'xtab qolgan ishimiz. U biz endi nim bo'lsin. Bu planliq bilishimiz kerak bu ishlarning hammani. Qandaydir bir odamlarga do'q qilib, yo bir odamlarga qo'shgan bilan u odam o'ziga buni bo'lib qolmaydi yoki bo'lib qolsa-mu, plan bilan uzun mezgil bilan tarbiyalash bilan yoki nimalar bilan bo'lishi mumkin. Ona nimni qilish kerak. Ham biz Gollandiyada desam, Gollandiyada Elshot Çenişim deb o'tib ketgandek, sizmi bilasiz, o'tgan bir yig'in bo'ldi masalan. Andan keyin bu yerda burundan masalan qurultayni birdamdala nimdaydigan Nimdeyimiz qurultay bilan birga xizmat qilayotib, keplar qurultay avtonomiyaga kelib qolsa, odam burundan o'zi mangan yo'lni o'zi birdan rivayet qiladi. Shunga u narsalar qandaydir o'yliqin. Birdan nimada deydigan bir narsa emas. Qanday kelib ishlarga kirib qoldik, agar bu yerdan chiqish uchun nurg'un nima ketadi. Biz mustaqillik qilaylik deb ketkim bo'lmaydi u yo'lda. Bu da'vo shunda boshlangan bu chet elda. Şuna bizning tutqa yo'limiz gülün abay başlagan gepimde Xitoy sal bo'sh qo'yib qo'ysa nurg'u odam yana so'zdan yenib qoladi. Bizning odamlar bo'shab ketadi. To'g'ri. Shuni planli qilish kerak deganim shu.
Kızık bazada vaziyetler kılınsın tamam. Ama bu baza soğup kayıtı gaplarımız ket kalıdı şunun karşımız gerek. Soğup kalsa yani turalamda yok mu şu müstakillik diyen gaplar aksini emas. Eğer turalısak kandarak plan tüzsek turalayımız. Şulağı dikkat kılışız gerek. Olmasa mesela ben bir tal formülü kiyip çıkan bile yanımda adam olmasa bayan kıyamdaşlarımız deyip cık adam bakıp birlik göründü. 40-30 adamla kiyim giyip çıkmak teşhidi demek geldi. Eğer Xitayda koyap verdi menimce bizden çıkan adamlarımızdan 40'dan 20'miz kabul yapamayız. Ben o çıkdayım onu çünkü biz bilimiz bu Gollandiya'na bağlı. Ya inşallah texim yaxşı olub ketdi endi. Ama bu işlarning değerli olsa değerini deyiş gerek qandı bu biz nimaga chiqib hamma Uyg'urga gap qilayotgan bo'lganlik hozir bu radioda. Aşında tarafları var. Şunu biz Gollandiyada to'xtanglar jamoatning asosini bu qiziq bazada jamoatning asosi nima yaga apirishimiz kerak desa Xitoy ko'rdingizmi ma Xitoy biz namoyish qilmagan nurg'on odam bor diye voy bu Xitoy ancha-muncha chiqmasak yaxshiroq qildik degan u gaplarimiz hammamiz xato ekan. Endi hammamiz Xitoy qarshi turmasak bo'lmaydigan yerga keldik mana. Pichoq so'nga yetdi deb 10 yildan oldim degan to'q hozir bizga yetib ketdi bu. Mana ko'rdik u butun shu vatanga berib yoki namoyish qat'iy chiqmay qilganlarni mustaqillarida oldi deb ma'ni ko'rsatishga bajarib kuchlik berdi. Şunu ben de mesela adamla çıktı namayişlara, boğan namayış, Brüssel'de olsun, Gollandiya'da olsun. Anladıkken amal var, Gollandiya'da işte basat ya ki bir gaplar bulmuşsa, bizim yaşlamış yerde sürüp bizim uçtan bir kanda küş otumuz, hem de onun şu kim toğru çıkıvatkan şunun yine sürüp nim tallamay, tarafazlık kılmay, şunu tutturaydı de, aşında bir başlangıç bir alette hiç var mı diye. Gap aşında. Rahmet. Menimcha sizlarning qo'yininglar to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni kim haq yo'lda ketayotgan bo'lsa, shuni qo'llaymiz, shuni keyin demamiz deydigan. Hörmetli radyo anlıqçılar, yuqorida radyomiz muxbirining bir qism jangivar yoshlar bilan o'tkazgan suhbatining birinchi bo'limini angladinglar. Davomini keyingi anglitishimizda anglaysizlar.